Pardon, Mishada, nima ismingiz David, paningizda savolingizni so'rasangiz bo'ldi, rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum Mehmet To'xtaxonda avvallar. Men Gollandiyadan Abdurim G'ani. Yaxshi suhbat bo'ldi. Men bu o'zimniki bir suhbat kirib bir fikrimni savolni o'tirib qo'yay deb telefon qildim. Men hozirgacha har xil shakldagi har xil turli jidal majra aralashmay keldi. Masalan, uluschilik Uyg'uriston jidali bo'lsin, independent people мәселен дегенек әр xil bundaylik bir-birisiga qarshi bo'lgan munozara qatnashmay faqat kuzatib kutib keldim. Ba'zi masalalarga o'zimniki bir tanqidiy fikrlarimni kuzatib kutib o'tirib qo'yib keldim. Faqat men o'sha Sharq Turkistondagi besilgan zimni ekanlik oid maxfiy hujjatni oshkorlab buning bu hujjat ko'tarib chiqishga bektirishdim. Men buningga Muştan diken hakem Nurgullah dedi sen kurultay karşı kurultayga ölçmeli kıvatsa o bu da ben kurultay karşı emas kurultay ölçmem emas. Ben bir Uygur'un bir milletçiler sütüm bile Uygur'un kurgan teşkilatıga karşı olsa bu benim bir vicdanıma gururuma xilaf. Şuna kurultayın faaliyetlerini kollayma. Hazır mı kollayma? Faaliyet kalsan çakırsan var ben. Yani ben demekçi oğunum hem de Ömer Kötken'in sıdımı şu mahfi hüccet akırgıya sualga nek meydan ufun kısım siz bunu inkar kıldınız bunda bir hüccet yok dedi. Bunu kurultayın hem yetti rehberler hemisi inkar kıldı. Ben bunu delil ispatla oturup koydum. Erkin alıptaki akımızdan bir kötüyüm çırayla şekilde. Küresem bu akımızı inkar kıldı. İnkar kıldı hemisiga ben üstteki İsa Yusuf alıptakindeki yazgan kitabındaki 500. betteki delil ispatını oturup koydum. Koygandaki bu akımız ben bir kürep ben haberini bireydi de hani arlık yaratmak kısam Türkistan ben cevabını vermeden yo'qolib ketdi. O'tganda buni men qurultay yig'in echilishdan ilgari men mush hujjatninki surishni yana qilib Dunyo Uyg'ur qurultayininki taftish boshlig'i Abdukim Idrisga o'tirib qo'ysam buldingiz tekshirib sana javob beramiz deganda ko'p javob bo'lmadi. Ana oxiri men qurultayininki xalq vakillik nimasidan voz kechyaptim. Bu aniq narsa va buning yolg'onchi olmaydı. Amerika'da ma Gollandiyadan maxsus qurultayning nimasiga chekishilgan yig'inga borgan bir qarindoshimiz bor edi. To'sinjan havol qildim. Biz yig'inga borganda İsa Yusuf Altekin'den mushni bir so'rab beqiga Erkin Altekin'den mush maxfiy hujjat haqida deb hadisni yozgan kitobni yazdim. Shu bilan WhatsApp evet vermiş köstüp aşk akımızda muş doğrusu ne meyler iken bir so'rab beqsa bunu deb fotosunca bir görüş yaptık. Kürese erkin alıp tekin akımız depto bu hüccet var. Lekin bu bala bu hüccet kirişi oldu. Bu hüccet bu balığa birişki bulmaydı. Bunun da bu mühim nurgun hüccetler bu kara sandıkta. Bunu biz bir gün açmayız. Açsak yani bu balığı beğenmeyiz bu neslerlikine. Lekin bunu etişlikki bir vaqt saat emas. Vaqt saat kelganda bizni etib, bunu dunyoga oshkorlaymiz deb bu gapni yavatibdi. Ham buning ovozi bor. Endi olsa menga ba'misi to'g'ri. Menga bir to'g'anga men bir xaridagi tashkilot emas. Bo'lmagandan menga ba'misi to'g'ri bu narsalikni. Lekin dunyo Uyg'ur qurultayiga birish kerak. Mening bu yerkamda dunyo Uyg'ur qurultayidan ikki rahbarlar o'tiribdi. Umarxon akamiz bilan ijro komitetining raisi bilan qonun komitetining raisi Mehmet To'xtaxon so'rabdi. İsa Yusuf akimiz depti To'sinjonga bu hujjatni men va depti. Lekin hozir oshkorlanmaydi ekan. Unda esa Erkin akimizning yoshi 80 yosh yetib ketdi. Alloh umrini uzun qilsin. O'lim yetimdagi Ahmedanning abishli bor. Tuyuqsi vafot etib ketib qolsa, o chog'da bu qarasandiqni biz kimdan surishti qilamiz? Bu maxfiy hujjatlarni shundan boshqa bundan yana nurg'ulga hujjatlar ekan. Bu hujjatlarni biz kimdan surishtiramiz? O qarasandiq nerede? Kim bizni qaytarib bu qarasandiqni? Bu bir masala. Shunga biz Xitoydagi huquqimizni olamiz, Xitoy dinimizni olamiz deyishni ilgari avval hozir hayot vaqtidagi qo'lda bor Sharq Turkistondagi davlat manfaat munosabatli bo'lgan hujjatlarni yig'ib shularni tadqiq qilsak bo'ladi bu narsanikini. Shunga demoqchi bo'ldim, chiqqan o'tiribsizlar, mana qurultayning kuchligini haqiqatdan men bunga yana deydigan fikrim Erkin Altekin akımızdan kürüşüp şu qora sandıqda nimeler var? Nimeler var? Şu tizimler o narsa qurultay bir ötküzüp alsa, o narsa mağam dersi kim bersin? Manda hüccet ne? Maçıcanın maçıcıkı ne? Ben ya Dolqun İsa'ga berdim, ya Ömer Qanat'a berdim, ya Mehmet To'xtaxonga berdim. Manda adam şahit de bunu bir notur kıldırıp bu narsanikine bir qilib qo'ysa.
Ma'qul. Hali bir günde bunu biz esqatqa vaqtı biz kimden alımız bu narsani ki demekçi olgan narsam bu meniki. Çünkü bununla ben en ahirkadım cevap alalsam aldım. Yani bunun cevap alanma, yani qıp qalsam men Uyg'urlarga buni davomli murojaat qilaman. Men o savol so'rab, uning javobini buni qilgan uchun qoyil qilmagandan keyin pulimiz bor. Gidip bunu dunyo birinchisi ham. Başka bir cevap versin. Ya tamam. Ya rahmat. Hemen öçemeye doğru. To'g'ri, o'sha nimaga nayt ko'ngil bo'lib degandek qanchalik vaqt bo'ldi o'sha nimaning oqida yurdi bu qarindishimiz. Biz men inkor qilmadim, lekin men dedimki men ko'midim dedim. Shuni deb qo'yay. Bu nima bor bo'lishi mumkin, men bu nima yo'q degan gapni qilmadim. Bunda bir nima men ko'midim. Iso Efendimninki yenida ishildim, lekin balki men ko'mganligimning sababi belki ben Xitoycha bilmayman birinchisi. Bu hujjat Xitoycha ekan. Shunda deyildi o Xitoycha hujjat deb. Men buni men ko'midim, bo'lishi mumkin, men ko'midim dedim. Boshqalar shunda degan bo'lishi mumkin, chunki biz o bilmagan nimani yo'q bunda nima yo'q delanmaymiz. Erkin Alptekin efendimninki unda degandan xabarimiz bo'lmadi. Albatta shunda degan bo'lsa, biz nayti bir yig'in içip bunu ben sizge müşahede va'da berma. Çokum bizninki reisler yig'ini da bu meseleni o'ttirib qo'yib, erkin kam shunda debto, bunun nurg'un hujjatlar nimalar borki, agar bo'lsa buni o'zi bor degandiki buni e'lon qilish kerak, yo bo'lmasa dunyo Uyg'ur qurultayiga buni taslim qilish kerak deymiz. Chunki vaqt nimaga bizninki nihoyatda ehtiyojimiz bor hozir. Bayan Mehmet To'xta efendimiz deb o'tdi. Biz hozir birinci bo'lib bütün Uyg'ur tarixchilarini yig'dik, Uyg'ur mutaxassislarni yig'dik. Xo'sh, biz Sharqi Turkistondagi zamin davosini qilamiz. Buni mustaqil qilish uchun Sharqi Turkistonning mustaqillik nimasiga erishish uchun nurg'un yo'llar bor bosilgan. Qonuniy asoslari bo'lishi kerak. Bu qonuniy asoslarini tiklash uchun qo'limizda hujjatlar bo'lishi kerak. Qaysi qonuniy asosga qarab mangsak Sharqi Turkistonning mustaqilligini tezdan qo'lga keltira olamiz deb tarixchilar bilan kurashdik. Mushunda hujjatlarni aslida biz yig'dik. Nurg'unlagan tarixiy hujjatlarni Sharqi Turkistonningki bisilingan bir zamin bo'lganligini isbotlash uchun. Bu hujjatlarning hammasini Bayan Mehmet To'xta efendimiz degandek bir xalqaro advokatlar guruhiga berdik. Bu xalqaro advokatlar guruhi bizga nihoyat oz pul bilan xizmat qilyotdi. Shunda bo'lsa $60,000 pulni shuningga xajildik. Yaqinda bir yig'in ochdik. Ular mushu Sharqi Turkistonningki bisilingan zamin bo'lganligiga oid bütün hujjatlarni yig'gan hujjatlarini qaysinin bilan mangsa buni texmi yaxshi bir isbotlash imkonining bo'lganligini biz bilan paylaştı o fikirlerini. Demek ki bununla bizning bunda hujjatlarga nihoyat ehtiyojimiz var. Eğer Erkin Alptekin'de bundaq bir hujjat mende bor degan bo'lsa, o cho'qim bizga berish kerak. Cho'qim shu mutaxassislar guruhiga bu Sharqi Turkistonningki bisilingan zaminligini isbotlash uchun hozir ishlayotgan xalqaro huquqchilar guruhiga buni biz ep beramiz. O berish kerak. Buni biz sizga shu va'da beraman dedim. Bizningki reislar guruhida bu masalani muzokara qilamiz. Men bir ikki qiz fikr qatnashtiray. Ömer Kanat efendimning degani to'g'ri, biz bu qurultayning qurilishidan boshlab hozirgacha 17 yil vaqt o'tdi. Erkin Alptekin bizning tunji qatimliq reisimiz saylangan. Men hozirgacha shu da'voga aralashish jarayonida Iso Yusuf Alptekin rahmatlik bilan mo'jiz ko'rishgan suhbatlarda bo'lgan oq sanduq, qora sanduq, yeshil sanduq unaqa gapni anglab boqmadim. Endi agar undaq bir sanduq yoshirilgan bo'lsa, bu Iso Yusuf Alptekin rahmatlik tarafidan yoshirilib, Erkin Alptekin vatanparvar odam hayotini shu da'voga qatnagan odam. Iso Yusuf Alptekin haqida men vatandan chiqishdan burun shu vatanda bo'lgan tashviqotlarning nimasida ta'sirida menmi yaxshi ko'z qarash bilan qaramatdim. Alloh bilganni bandadan yo'shog'anning nimasi yo'q. Bular shu vatanni tashlab, shu qichib ketgan deb shundaq nimalar batdi vatanda tashviqot. Men chiqdim, Turkiyaga bordim, ko'rashdim. Ishni bu rahmatli odamning o'zidimi bu davoni anglash nimasiga muyassar bo'ldim. Jiq suhbatlarda bo'ldik degandek.
Ama bu adamın işçiden urgup bir vatanparvarlık bir vatan üçün nimani bağışlagan bir ruhni men öz gözüm bilen gördüm. Yana birisi bu merhum İsa Yusuf Altıpkı'nın bille kademma kadem tuğan ikinci bir adam var biz unutup kalsak Mehmet İmam Buğra rahmetli. Eğer bu yerde İsa Yusuf Altıpkı'nın efendiminin bazı gumallarımız olsun mu Mehmet İmam Buğra efendim vatanı için iki kardeşini şehit vergen. Xotan'da emirlik kurgan 1930 yıldaki Cumhuriyet'in kuruluşu ta yeni sağıcı kelgen inqilabçı adam. Bu adamların vatanның mustaqillik qilib keladigan yoki undaq bir hujjatlar bo'lsa uni yoshirib unaga men ehtimol bermayman deganimdek hozirgacha men undan narsani tushirib boqmadim yo anglab boqmadim agar shunday narsa bo'lsa bayat Ömer efendim dedi hozirgacha qurultay $60,000 pul xarjlab bo'ldi ba'zi atalg'ular bizga shunday qulay masalan besvelingan zaman mustamlika u bu buning bizning tilimizda ishlatgan iste'mol ma'nosi bilan qonundagi atalg'u o'xshamaydi. Bu Şarkı Türkistan müstakilliği qaysi söz, qaysi kanuni atalgı en muvafiq keldi, qaysi kanuni atalgıdan Şarkı Türkistan halkının müstakillik arzusu to'liq gavdlangan holda o'sha amalga oshadi buning qonun asoslarini tiklashga yordam ber deganda masalan inglizcha nurg'un so'zlar ishlatamiz qonuniy occupation deymiz conquest deymiz foreign subjugation deymiz foreign domination deymiz ananikin colonization hammasi o'sha ishg'ol qilishga munosabatli narsalar ammo qonun tilidagi buning beradigan ma'nosi o'xshamaydi agar bir davlatning ishg'oli uzun muddat bo'lib kelsa colonization mustamlika kiradi mustamlika millatlarning mustaqilligini garantiyasiga xalqaro qonunlar bor mushuning asosini tiklash uchun bu qarindoshlarimiz necha vaqtdan beri bir yerli xalqlarni talash tortish bilan bo'lgan mezgilda biz nima bilan aldirash degandek $60,000 pul xarjlanib bo'ldi yana bir $40,000 yaqin pul xarjlab 3-4 oyda Sharqiy Turkiston mustaqilligining qonuniy asosi tiklandi. Kanadada 6 advokat ishlayotdi. Qonun guruhi yana siyosiy maslahatchilar bilan o'sha kelarapda o'sha burun ministr bo'lgan, ministr yordamchisi bo'lgan, nayta dangliq siyosatshunoslar, professorlar mushlar bilan qonuniy maslahat guruhi shakllanib bu kelarapda rasmiy e'lon qilinadi. Mushu bo'layotgan ishlar va bu bu kundalik talash tortish bilan bu shuni qilolmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimizning qo'lida belgi bo'lsa, biz tarixchilarga murojaat qildik, shu xalqaro qonun guruhiga hamkorlashinglar deb. Ko'nglim yerim oldi shuni ifoda qilishim kerak. Tarixchilarimizning jiqnasi chiqmadi. Andamanda material chiqdi, jiqnasi chiqmadi, ümidsizlandik. Bo'lmasa bunda so'zalmoqda bu. Qarasak nayta gapni cho'ng qilamiz, ammo belga hujjat nimasi kelganda jiqnasi chiqmadi. O'rta Osiyodan tarixchilarimiz va Rossiyani arxivida u va bu va dedik, Yaponiyani arxivida Tayvan dedik va hammaga murojaat qilib, bizning kuchimiz yetmasa kuchaytiradigan xalqaro mutaxassislarni ish qilib, shu $60,000 pul xarjlanib bo'ldi. Bu quruq gap bilan bo'lmaydi. Sharqiy Turkiston da'vosi bundan keyin ko'chalardagi namoyish bu ishning eng oddiy, eng kichik, eng bo'lmasa bo'lmaydigan qismi. Norozilikning ifodalanishi. Ammo buni qonuniy siyosiy asosga o'rtog'izib Sharqiy Turkiston da'vosini qonuniy jihatdan ham siyosiy jihatdan Xitoyni siqishtirib, shu mustaqillik huquqini oldigan bu kurashda hamda bizga shunday mutaxassislar, shunday belgilar kimdan bo'lsin. Bu narsa bizga lozim. Shunlashqa qarindoshlarning mandaq narsalarga diqqatni chetishi mencha qanchalik to'g'ri buni ben bilmayman. Agar shunda u bo'lsa cho'qim buni oshkorlash kerak. Qurultay ijro komiteti raisi dedi, buni surishtiramiz deb qurultay raisiga chaqirganmiz bo'lsin Germaniyada. Mayli qanday rangli sandiq bo'lsin, Sharqiy Turkiston buni taqdirga munosabatli nim bo'lsa, bu shaxsning mulki emas, millatning mulki, da'voning mulki. Shunlashqa shuni nim qilib berish kerak. Hozir uning ehtiyojimiz bor. Endi qarindoshlarni nim qilganimiz buni shunday bir talashda nuqtasi aylantirib, xalqning mengisini qaytib turgan shuni qilgacha bu qurultayning ishga qismida buni nim qilsam men ham yaxshi natijaga ega bo'ldi deb qarayman. Xo'sh. Herhalde bu sualın davamı var. Abay degandek qarindoshlar bir yig'inchoqlab bir savol so'rasanlar rahmat. Davom qiling. Endi hozir men ikkalamniki gapini oldim, rahmat bergan javobiga. Mehmet To'xta efendim dedi, Ömer Xatap hakimimiz derişik dese biz paranlaştık, unda bir iş bo'lganmiz bizga deyapti deb. Belki bu shunday tema to'g'risida paranglashgan bo'lishi mumkin va yoki paranglashmagan bo'lishi mumkin.
Yani bizim anda bir iş var. İlgirki bizim dava beşiklerindeki iş izleri yazılgan kitaplarını okumay durup, ularının kanda dava kanallıklarını biz bilemiyoruz. Onu kanda mehbiyette kanda nasıl yazılganlar. Hazır Mehmet Doktor Efendim dedi, ben ondan nasıl kürep bakmagan, karasandık anlap bakmagan mehbiyetini bilmeydiken ben de. Ondan Mehmet Doktor Efendim İsa Yusuf Altekin'inki erkinardaki iş izleri naat yakış bilir ki onun yazgan kitabını okuyup bektikken İsa Yusuf Altekin yazgan kitabınınki Esir Doğultu'nun kitabının 501. betin hiç baksın. Aşağı naat yakşı bu doğrusta İsa Yusuf Altekin şunda bu doğrusa ispat vergen. Aşağı hüccetin bağlılığını Allah halisa bunu ben neşir kıldırıp takdimen de üstündeki iradesi mi kitabı bildiğen bu neslikine. Bunun ne diyeceğim bununla ondan başka Ömer Kol Türkiye'deki İsa Yusuf Altekin vehbini kurgucusu. Şunu gibi telefon kılıp Nehmey'den sorsak onu deyip bunda önceki kitaplar bu nasıl yeni yazılgan. Bu Uygurlar demiş kitap okumayı istersinler dedi. Bu İsa Yusuf Altekin'inki biz çıkan Esir Doğultu'nun kitap Uygurca tercüme kılınış gerek. Dava beşik edenlerin hemimiz bu kitap okup çıkış gerek. Baş kitapınki de benim doğru yazılı bu Şarkı Türkistanlıklarınınki cümlede Uygurlarınki bir hakkı deydi. Bu İsa Yusuf Altekin demiş ki beğenmeyen bu gayet millet onu ben bilmeyim. Bu karısandıkta badet Mehmet anlıdır şu karısandık hayadiken nerede bu çok tepiş gerek deydem de. Hazır Mehmet Doktor Efendim deydi. Onda önce dokuz biz andaktı mandak geldi burma şey yoğla beklet. Çıkıp etkanda karısandık ba yok emez. Onu İsa Erkin Altekin depto Türkiye'deki biz karının uydu bakken bizim bir cemiyetininkine şununla darısı varsıkış hukukunu biriktiken. Bundas varsıkış hukukunu bilgenken dünya Uygurluk ötküzüp bir gerek bu neslinkine çünkü İsa Yusuf Altekin'in şahsi ziminin davası olan bolsa bu bizim ayrı mesele. Ya Şarkı Türkistan'ın davası olan bunu millet gibi bir gerek. Ne var bulmasa İsa Erkin Altekin ekranda çıksın. Abdurrahim aka nima? Manas el kılaydı. Hemşe başka sualınız var mı? Ma birinci ikinci sualım var. İkinci sualı 2018 yıl 2019 yıl ise 10. ayınki 11. ayda mı şu Belgiya'da Dünya Uygur Kurultayı'nınki rehberliğinde Belgiya'da bir yığın açıldı. Yani Uygur yaşlarını terbiyeleş kursu şu kursuga memnun bağlan kurultay teşkilatından bunun için merhametini bildirmen. Şu Dolqın İsa hakimizde Ömer Khan hakimizde ayrımen paranlaşkan biraz saatlik paranlaşkan Ömer Khan'ın ait isi var. Bular meni qılatdan faaliyetine yüksek bahalarını bergen memnun kurultayınınki faaliyetini izchil qo'llab bir qanday faaliyet avazatını bildirip Amsterdam Dam meydanında dünyanın her qaysi yerinden kelgan sayohatchilarga qo'l qo'ydirib kelayotgan jazolarga taqash shaklida narsani ko'rsatgan. Buni Dünya Uyg'ur Kurultayı'nın raisi Dolqin İsa hakimiz o'zi ko'rib, ashundagi xatoliklarni tuzib musbat etmasang bo'ladi. Mana bu narsani vaqti kelganda biz Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan Yevropa İttifoqi Oliy Komiteti buni birlik sunayli debdi. Sunsang bo'ladi. Men hammani tayyorlab beraman. Bu narsa meniki emas, qurultayning nomida bo'lsin deb shunda nima Nahmaydan so'yapsizmi? Dolqin İsa hakimiz telefon qilib, o'zini qo'llaydiganligini bildigan. Ammo men buni necha ming imzo qo'ydirib, tayyorlab BDT'dan Yevropa İttifoqi evet bir vaqtida qurultay desam, hech kimni buni tinishmadi. Dastlabki mana shu qo'llagan shu Amerikaning qo'lliq tasdikini. Ya'ni bugun kuni kelgan mana shu to'rlarni men yozdim. Yozishim hargiz qurultayga qarshi bir narsa emas, lekin qurultayga bunipillikqa aktivistlarning faoliyatlarini qo'llab men qayta ta'kidlay rahmat inimi savolni so'rayman. Amerika buni javob berdi. Buning surishni qilib berishini so'rayman meniki bu gapim tugidamda. Rahmat sizga. Bo'ldi, rahmat. Men uninki cho'qim surishni qilaman. O sizning qo'lingizdagi hozir demak sizning qo'lingizda shu lagerga qamalganlarninki tizimligi bor. Shu tizimlikni Dunyo Uyg'ur Qurultayi Birlashgan Davlatlarga buni akirimiz degan yetkazib beramiz degan shuni yetkazmadi demoqchi bo'lyapsiz. Nima men uchratganda qayta olaymi? Qurultaynikilar Tamam. Bizga telefon qilaman. Ma'qul.